G'oyani izlab topish. Hurmatli kitobxonlar, ijodkorlik va yangicha fikrlashni rivojlantirishni istaysizmi? Unda Genrix Altshulerning G'oyani izlab topish kitobi aynan siz uchun. Ushbu kitob dunyoga mashhur olim va ixtirochi Genrix Altshuler tomonidan yaratilgan ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi imin haqida hikoya qiladi. Muallif minglab patent va ixtirolarni chuqur tahlil qilib, har qanday murakkab muammoning samarali yechimini topishga yordam beradigan universal usullarni ishlab chiqqan. Kitob sizga ijodiy fikrlashni rivojlantirish, nostandart muammolarga yangicha yondashish, psixologik to'siqlarni yengish hamda eng maqbul yechimni topish sirlarini o'rgatadi. Undagi tavsiyalar bugungi kunda muhandislik, dizayn, reklama, menejment, biznes va boshqa ko'plab sohalarda muvaffaqiyat bilan qo'llanib kelmoqda. Agar siz o'z salohiyatingizni yanada yuksaltirishni, yangi g'oyalarni yaratishni va ijodiy fikrlash ko'nikmalaringizni rivojlantirishni istasangiz, G'oyani izlab topish kitobini albatta mutolaa qiling. Kitobni Baxmal tuman axborot kutubxona markazida mutolaa qilishingiz mumkin.